%7 Kids Orientation degani 27 soat bir kunda bir haftada 7 kun bo'lsa 7 soat 24 kun buni kuzata olishingiz mumkin. TikTok'ga kiryapti, Candy Crush'ga kiryaptimi, Lords Mobile'ga kiryaptimi mana. All Around Protection qayda aylanib yuribdi mana saytida turibdi-ku. Qayda mani device misol mana yuribdi. Bu narsa farzand kuzatish uchun qilingan aslida, lekin biz buni birorta sevgilingizni kuzatish uchun qilsa ham bo'laveradi mana. Eye Enhanced Monitor degani ana bu yerda uni kamerasidagi telefon kamerasiga ulanib kamerasini yoqib ko'rishimiz ham mumkin degani. Uni spichkasi bo'ladi, telefonni spichkasi chiroq yoqadi. Chirog'ini ham bosib yoqsangiz o'chib yonadi. Keyin mana bu yerda mana kamera remote screen mirroring deyapti buni. Kamera masofaviy kamera va telefonning ekranini ham nima qilar ekan? Kuzatish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Shularda men keyingi videoyimda sizlarga haqiqiy real device'da shuni sinab ko'rsatib beraman, haqiqatan ishlashini. Sizlarga qanaqa ustanovka qilishda qanaqa nima qilishni ko'rsatib o'taman. Keyin mana listening surround voice undagi ovozlarni ham mana nima qilish mumkin ekan, yozib olish mumkin ekan. Masalan, men Emma degan qizining ovozini haqiqatan yozib olish mumkin ekan, Emma qurilmasiga. Keyin lokatsiya, location history, geofence. Qayerda yurganligini mana lokatsiyasini ham ko'rsa bo'lar ekan. Tanishimnikini ko'rsatganmiz, Andijonda yurganda ham to'g'ri ko'rib turgan. Xuddi shunaqa holatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroqlar va SMSlar monitoringi. Kim bilan gaplashyapti, nima qilyapti, hammasini eshitib turish mumkin shu yerda mana. Oilaviy chatlar bo'ladi barchada. Oilaviy chatlarni ham bemalol nima qilish mumkin? O'qish mumkin ekan mana. Tushundilarga? Endi hozir ustanovka qilib olsindir, tushuntiraman qo'ygan. Parental control app blocker. Bitta do'stimiz telefoniga bir kun haqiqatan ishlaydimi bu narsa deb aytdi. Menga ha ishlaydi dedim. Telefoniga o'rnatdik. O'rnatganimizdan keyin uni telefonidagi kameralarga yoqib spichkasi bo'ladi-yu, spichkasini yoqib o'chirib qoldim. Qana aka chataq narsa ekan, kim o'chirgani ham qaytarib qoldi programmani. Qana o'chirib shashib qoldi. O'shaning uchun menga qana ulaydi deb bola qilaydi deb so'ramasinda men ulab beraman, o'chirib olmay qoladi. Bu ishlaydigan programma. Men sizlarga ishlamaganini ham tavsiya qilmayman hech qachon. Shuni videosini oldindan qilib chiqarganman, ko'pchilik tushunmayapti shuni. Mana hozir sizlarga yana tushuntirib beraman. Yaxshilab eshitib ko'ring shu narsani. Mana email bilan bosib kirib oldik. Endi I will use it to manage to my child deyapti. Keyingisi aytyaptiki I want to supervise my this device deyapti. Demak biz farzandimni nimasini nazorat qilmoqchiman deb bosamiz. Keyin mana bu joyda bizga kod berdi. Mana shu kod orqali u tepadagi kodni o'sha farzandimizni telefonidan biz qarang tushunmoq shu narsani. Farzandimizni telefonidan shu ana shu kodni skaner qilsak, uni o'z ichiga
Bitta application yuklash ochiladi. O'shani yuklab olib, o'shani usturovka qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Demak, shu mana shu telefonda turib, shu mana shu programma bilan biz o'sha usturovka bo'lgan programmani kuzatamiz ekan. Shuni qanday qilish kerak, keyin ko'rsatadi. O'shani tushunmagan bo'lsalar ham bo'ldi. Asosiysi shu. Hozir menda telefonlar bir dona bo'lganligi uchun shunaqa holat bo'lyapti. Sizlar hozir bu mana shu kanalimga obuna bo'lib turganlar, men albatta keyingi videomda 2 kundan keyin chiqaraman. Ikkita telefon topib, o'shani bir-biriga usturovka qilib, ulab sizlarga kuzatib berib o'taman shu narsalarni. Aniq konkret qilib. Sizlarga va'da beraman mana shu narsani. Javob bo'lsa shu bir haftaning ichida qilib beraman. Ilk kun bo'lmasa ham topolmay qolishim mumkin-da, endi bir haftaning ichida bo'lsa ichida qilib beraman shu narsani. Sizlar shunga obuna bo'lib turinglar hozir, like bosib qo'yinglar videoga. Do'stlaringizga ham ulashib, yaxshi fikr qoldi yozib qoldiring, kutaman javoblaringizni. Hammalarga rahmat kattakon.